eng katta muammolardan bittasi o'zida comprehension bo'lar ekan. Bugun kanalda so'radim, nima muammoyingiz bor degan paytimda audioni to'liq tushunmayman deb aytishdi va o'shani emasga bitta praktika orqali ko'rsatib bermoqchiman. Bizda yechim bor va bu juda ham sodda. Bu audioni 100% yozib chiqib, to'liq tushunish. Agar bilmaydigan so'zingiz bo'ladigan bo'lsa, buni o'rganish bo'lar ekan. Masalan, map vocabulary. Mapda albatta lug'at ishlatadi. To'g'riga yuring, o'ngga qayriling, aylanadigan joyi bor, nimadir qurugi bor deb aytadi-da. O'shani albatta o'rganib chiqish kerak. Endi qanaqa qilamiz? Hozir mana bu yerda menda map bor. Men bunga qaramayman-da. Mana shu 4 tasini yozib chiqaman. Audioni qo'yib turib, har bitta narsa, masalan, bird height, dog walking area, bular qayerda joylashganini men eshitib, to'xtatib, qaytarib yozib chiqaman va audioni eshitmasdan yozib chiqqanlarimga qarab turib, javobni topar ekanman. Bu juda ham oddiy va sodda usul. Ayniqsa mapdami, multiple choice'dami qiynaladiganlarga juda ham katta foyda beradi. Men hozir sizga buni isboti bilan ko'rsatib beraman. Demak, boshladik unda. Jasusdan audioni qo'yib olaylik. Mana. The two gates into the park and Bizda aytyapti, o'sha audioni anaqa qilib qo'ydim. Two gates into the park dedi. Demak, two gates into the park. Hamma anaqa qilmasam bo'lmas ekan baribir ham. Okay. the main paths. And the main path. Okay. As you can see, there's a lake in the northwest of the park. As you can see, there is a lake in the northwest of the park dedi. Okay, bizda daryomi, ko'lmi bor ekan. With a bird hide to the west of it. With a bird hide to the west of it. With a bird hide to the west of it dedi. Okay. At the end of a path. At the end of a path. Yo'lni eng oxirida ekan. At the end of the path bo'lar ekan. Okay. Bu sariqni o'chib tashlaymiz, kerak emas bizga. Okay. Bizda endi dog walking area qayerda joylashgan ekan, o'shani aytadi. So it'll be a nice, quiet place for watching the birds on the lake. Fairly close to where refreshments are available. Fairly close to refreshments. There's a dog walking area in the There is a dog walking area dedi. Yozib bilmaymiz o narsani. southern part of the park. Southern part of the park. Yani south tarafida ekan parkni. Leading off from the path. Leading off from the path. Yani yo'lni chekkasida ekan, yo'lni o'zida emas, chekkaroqda ekan bu dog walking area bizda. Okay. Keyingisi flower garden. Bu qayerda joylashgan ekan? And if you just want to sit and relax, you can go to the flower garden. That's the circular area on the map. That's a circular area. That's the circular area. Surrounded by paths. Surrounded by paths. Yani yo'llar bilan o'rab olingan ekan. Surrounded by paths. Ani yo'lakchalar bo'ladi-yu, asfalt deysizlarmi, nima deysizlar, shuni aytyapti. O'shalar bilan o'rab olingan ekan bizda flower gardenimiz. Okay, va bizda oxirgisi qoldi. Bu wooded area bo'lar ekan. And finally, there's a wooded area in the western section of the park. Yani wooded area bor dedi. Qayerda dedi? Western section of the park. Okay. Between two paths. Between two paths. Yani ikkita yo'lakchani o'rtasida ekan. Between two paths.
Ya'ni u ikkita yo'lakchani o'rtasida, bizda between degan ikkita narsani o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, among bo'ladi. Ko'pchilik narsani o'rtasida bo'ladigan bo'lsa. Okay, demak biz yozib oldik nima qayerda joylashganini. Endi hozir birgalikda javob topar ekanmiz. Hozir birgalikda javob topamiz. Okay, demak, men map ochaman. Map ishlayotgan paytingizda esingizdan chiqmasin. Mana bu north, west, eastlar bor-ku, o'sha narsani mana shu yerga yozib oling, iloji bo'lsa. Ya'ni mana bu east, o'z news deb yozilardi, farqi yo'q narsani. North, news deb mana bunaqa yozilardi-da. Okay, mana bu s, south bo'lar ekan. Xo'p, bird height. Uni oldin mapda o'rganib olamiz. Bu yerda lake bor ekan, east gate, etudi ikkita gate'imiz bor. Bu yerda west gate bor ekan. Mana bu yerda refreshment bor ekan. Mana bu dumaloq area esingizda bo'lsa, that's a circular area on the map, dedi-ku. Demak, unda boshladik. Bizda bird height qayerda edi? Two gates into the park, main path etdi, lake etyapti, northwest tarafda, mana bu tarafda ekan-da, northwest. Okay, xo'p, bizda bird height west tarafda deyapti. Dog walking area. Bu qayerda joylashgan ekan? Fairly close to refreshments. Southern part of the park. Refreshment yaqin ekan, ya'ni south tarafda ekan. Okay. Leading from the path. Yo'lni oxirida. Bu yoqda bizda G bo'lmaydi, chunki refreshment yaqin emas. Bizda faqatgina bitta javobimiz bor. Bu E bo'lar ekan. Yo'li chekkasida refreshment yaqin va south tarafda bo'lgani uchun javobimiz I bo'ladi bu yoqda. Qo'rqib bo'lib ketdi bu. Chiqsa. Keyin flower garden qayerda joylashgan ekan? Circular area deyapti, yo'l bilan o'ralgan. Bizda faqatgina F'imiz dumaloq area bo'lyapti. Mana bu yo'lakchalar, bu path bo'ladi. Javobimiz F bo'lar ekan. Va bizda bu keyingisi, oxirgisi wooded area qayerda joylashgan? Western sectionda. Western sectionda bizda H bor, E bor, B bor. Between two paths, ikkita yo'l o'rtasida bo'lsa, bizda faqatgina mana bitta yo'l bor. Bu yerda bu yo'l bor, bu yerda yo'l bor. O'rtasida nima bor? E bor. Javobimiz mana shu E bo'lar ekan. Juda ko'pchilik qiyin dedi. Yo'q, unaqa emas. Faqatgina siz chalg'ituvchilardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Va bu chalg'ituvchini qayerdan bilasiz? Qachonki mana shunaqa qilib yozib chiqadigan bo'lsangiz. Bitta detailni ham siz qoldirib ketmaysiz. Bilasiz nima qayerda emas. Chalg'itadi. We were masalan planning deydi. O'sha bu yerda but keladi. Ammo deyapti, o'sha mana bu joyga qilmaydi. Butdan keyingi javob keladi. Ya'ni we were planning build it on the south. Southda qilmoqchi edik, lekin but we decided to build it on the north side deb gapiradi. Xullas, mana shu chalg'ituvchilarni ham yozib chiqadigan bo'lsangiz, javobni to'g'ri topasiz. Bu narsa bizda o'zi kursimda o'tganman, GPS usuli bo'ladi. Ya'ni siz yozib chiqasiz, GPS deb qilib chiqarkansiz va bu narsani multiple choice ga ham ishlasangiz bo'ladi, gap filling ga ham ishlasangiz bo'ladi. Hammasiga bemalol ishlata olasiz. Muhimi bu narsa comprehensionni oshiradi. Bilmaydigan so'zlarni albatta yodlab oling va men o'ylaymanki, bu video sizga albatta foydali bo'ldi. Rahmat kattakon.